Nimaga kelding sen? Niftema gapirib o'tirsan. Nimaga kelding? Oy, men bitta narsani bilaman. Zaybal bo'ldim. Zekkani terpila. Ana shuni bilaman. Bitta shu temani yopay dedim. Mana o'zidan eshitdinglar dedim. Ana shundan zaybal bo'ldim, og'a. Qorning qanday? Qorning? Qornim to'q, Allohga behisob shukr. Yo'q. Mana hozir baliq yedim. Men sen tovuqdek qorning aytmabman, yibon. Bildim. Battle o'ynashga kelganim yo'q. Qornim to'q, normalni. Xudoga, Allohga behisob shukr. Rizqimni sanlarsiz ham berib turibdi Allohim. Sanlarsiz ham berib turibdi rizqimni. Naturi. Allohga behisob shukr. Shoh patron o'lgani yo'q, uni akalari o'lgani yo'q. Натуре у собака красный хуй, натуре у пидора будет красные ботинки. Apangga Kurban, ama. блядь. Ovqatga mashina qiladi. Onang nomi. Kim yozgan? Uyingda salfetkang bormi? Qan. Молодец. Sani Pepsing bormi? Hozir yaxdekkina, muzdekkina mana. Muzdek. Men chortoq ichaman, chort. Здоровый образ жизни deyiladi bu. Chortoq ichaman men. Har kuni ichish здоровый образ жизни-mi? Onangizga har kuni ichasan, bu здоровый образ жизни-mi? Bunga ibn bergan. Ruxsat. Qancha gram degan? 200. Qayerda yozilgan ekan benzinoni gapi? 200 gram. Hozir bu eski kitobi turibdi ibn Sinoni. Do'stlar, hammamiz har kuni znash 200 gramdan, ha? Sekin, ha? Yo'q, jinnimislar, bek aka, nima deyapsiz, bir kun efirga kirmasa o'zini oilasiga minus-ku biladi, PR qildimi? Yo'q edi, reallik qamalib chiqdi, Unday yozmanglar, Qanaqa meni oilamga minus bo'ladi, men efirga kirmasam. Ha, onangni olmoq uchun o'zingni ko'rsatish uchun kirasanmi efirga? Nimaga kirasan? Ishlagani kiraman. Ha, rahmat. O'sha bir kun kirmasang ham shu. TikTokga chiqsa och qoladim men oilam. Men to'g'ri ma'noda gapirdim, onang nisga tushunsang tushunmasang. Sen uni aytgin. TikTokga ishlaydi nima znash men och qolarkan nima oilam, ha? Yo'q, chiqolmaysan, конечно, men boshqacha ma'noda gapirdim. Qanaqa ma'noda?